ko'pincha o'sha uchrashuvlarda ikkala tomon ham uyalib biroz turadi, kam gapirib turadi deylik, boshqa bo'ladi. Va deylik kam gap deylik qizni qidirayotgan tomon xursand bo'lib olishi mumkin. Keyin agar deylik aynan temperament mavzusiga bog'laydigan bo'lsak, u qiz introvert ham bo'lishi mumkin, rostdan ham kam gap. Lekin u qiz ekstrovert ham bo'lishi mumkin. Ijtimoiy roldan, ya'ni uchrashuvga chiqqan qiz rolidan kelib chiqqan holatda uyalib kamroq gapirib turgan bo'lishi mumkin. To'y o'tgandan keyin, ozgina to'y stress o'tgandan keyin, o'sha fiziologik charchoqlik o'tgandan keyin, ijtimoiy charchoqlik o'tgandan keyin, intellektual haligi o'ylash kerak, qarash kerak charchoqlik o'tgandan keyin sekin-sekin odam o'zini bori sekin chiqib kelishi boshlaydi. Va deylik o'shanda temperament tushunchasi shunaqa bo'ladiki, agar olgan oilani kutilmasi boshqacha bo'lib, kelinni aynan o'zini tug'ma sifatlari kelib chiqib, o'sha temperamentni o'sha yerda to'g'ri kelmasligi bo'lishi mumkin. Aynan deylik biz kam gap xohlovdik, ko'p gapirar ekan u, yoki biz sal chegarani biladigan odam xohlovdik va chegarasi xilirichni bo'lsa qiyin bo'ladi. Yoki aksincha bizga qo'shilishib, gapirib, shaddodgina kulib o'tiradigan odam xohlovdik va indamay bir chekkada o'tiraverar ekan deydigan gaplar ham bo'ladi. Va temperament shu yerda deylik ta'siriki odamni o'zini o'sha birlamchi fiziologik reflekslarini ko'rsatib beradigan, ya'ni birlamchi reaksiyalarini. Kam gap yoki ko'p gap, sergap bu ham bunga bog'liq. Odamlar voy, biz boshqacha narsa kutuvdik-ku.